Assalamu alaykum hürmetli Erkin Asya Radyosu Tor Televiziya görünmenleri. Bugün 12. yanı 22. günü. Ben Erkin Asya Radyosu İstanbul İşhan Müdiri Şevket Nasir. Bugün biz İstanbul'daki Uygur okuvchilar için Uygur Akademisi Vakfı tarafından uyuşturulgan nihayeti ehemmiyetli bir faaliyetini sizler için ko'rinishga olg'ili keldik. Ana vatanidan ayrılıp chet ellarda o'qiyotgan Uygur o'quvchilari Uygur Akademisiga o'xshash o'rinlarning tashkillashi bilan har taraflama, har sohada nurg'un foydali bilimlarga ega bo'lib keldi. Uygur Akademisi bu qitimni mazkur faoliyatlarning 14-sini uyushtirib, Turkiyadagi Uygur oliy maktab o'quvchilarining qizg'in olqishiga erishdi. Qalamsa, diqqatinglar tövandagi xabarimizda bo'lsin. 2024 yılı 12. ayının 21. ve 22. günleri Türkiye'nin İstanbul şehrideki Uygur Akademisi Vakfı İşhanısı'da İstanbul'un her kaysı Ali mekteplerden tanlanan Uygur okuvchilar Akademi Vakfı tarafından uğurlaştırılgan halkaralık vaziyet ve milli güreş yolları boyunca uzun müddetlik tayanç güç yetiştiriş kursu katlaştı. Kursiyer okuvchilarga leksiya berish uchun Dünya Uygur Kurultayı ve Vakfı, Uygur Akademisi Vakfı, Türkiye Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye Taşqi Türkler ve Qarindosh Milletler İdaresi qatorliq o'rinlardan o'qituvchi, tadqiqotchi, siyosiyon ve cemiyatshunoslar taklif qilindi. Kurs başlangandan keyin birinchi bo'lib so'z olgan shoir ve yozuvchi Tahir Hamid Izgil Uygur jamiyatidagi tarixiy shaxslarni inkor qilish va ayblash xohishlari to'g'risida so'z qilib, o'quvchi yoshlar bilan savol-javob shaklida suhbat o'tkazdi. Dünya Uygur Kurultayı muavin reisi ve Dünya Uygur Kurultayı Vakfı reisi Abdurreşit Abdülhamid efendim vatanda Komünist Xitay hakimiyeti başlangan 1949 yıldan keyin İsa Yusuf Alptekin ve Muhammed Emin Buğra efendimlerinin bir kısım Uygur muhacirler bilen birge vatan sırtındaki milli müstakillik görüşünü resmi başlatkanlığı doğrusunda malumat verdi. Bu iki şahs Şarkı Türkistan'dan ayrılış kararı elip bu davanı Şarkı Türkistan'ın sırtıda kılışka yüzülündü. Şunun bilen bizdeki diasporadaki Şarkı Türkistan davasınınki bir teşkili şekildeki bir başlangıcı da bunu diyaleyimiz. Xitay meseleleri mutaxassisi Muhammed Toxta Ataullah Komünist Xitay hakimiyetinin tarixten bu yan qo'llanıp kelayotgan siyasi oyunları haqida to'xtalib, 2013 yılı Xi Jinping'nin hakimiyet peshiga chiqishi bilan tangla bir yol bir belbog' deb atalgan strategik bir planning e'lon qilinganligi. Mazkur plan bilan birga Uygur rayonunda o'ttirg'i chiqqan har xil siyosiy o'zgarishlar, ichki va tashqi siyosiy omillarning ta'siri natijasida Uygur irqiy qirg'inchilik harakatining boshlanganligi qatorliq mazmunlarda fikr yurgizdi. Türkiye Yıldız Teknik Üniversitesi İctimai Fenler Okutkucusu Profesör Doktor Süleyman Doğan efendim siyasi mezmunlardan biraz uzaklaşkan halda 13. asırda yaşap ötken dağınık ilahiyatshunos ve Sofi tasavvuf şairi Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi eserinden misallar verip Adem'nin aynıgıdır. Bir kişi kılgan yaxşılığı ve yamanlığını başka bir kişinin inkası arkalı his kıldı ve hukumga ega buldu dedi. Ziyaretimizni qabul qilgan Türkiye Uygur Akademisi Vakfı reisi Abdülhamid Qarxonli bu qatimqi kursni etishning maqsadi ve kelgusi plani to'g'risida so'zlab bundoq dedi. Bu yoshlarni tarbiyalash kursimiz asosligi xalqaro vaziyat ve milliy kurash yo'li bo'yicha uzun mezgil yoshlarni tarbiyalash kursimiz. Bu yili 10. ayninki 2-3 günleri başlandı. Hazır bu 3. ayda dekabr ayida kursimiz devam qilyotdi. Maqsadi shu yoshlarimizni kelgusida shu Sharq Turkiston milliy kurashida tayanch kuch bo'lib yetishtirish maqsad qilib ochdik. Oldimizdagi 2025 yili 6. oygacha davom qiladi. Bu kursdan eng az deganda hozir 20 bola bor. 10 bolani biz o'zimizning sepiga qo'shishni plan qilyapmiz. Dünya Uygur Kurultayı muavin reisi ve Dünya Uygur Kurultayı Vakfı reisi Abdurreşit efendim Uygur Kurultayı'nın muşununga o'xshash faoliyatlarni davamlı uyushtirib kelayotganligini bayon qilib mundaq dedi. Dünya Uygur Kurultayı hozirgichilik ko'p qatim yoshlarni tarbiyalash kursi açtı. Dünya Uygur Kurultayı Vakfı bo'lish sifatimiz bilan bir necha qatim Uygur yoshlarga keng ko'lamlik programlar o'rinlashtirdik. Bularınki nayeti ehemmiyetlik bulduğanlıqını körüp yattık. Uygur Akademisi hem de Uygurlarınki diasporadaki şu akademik
ziyolilaridan tashkil topgan bir qurilish. Bu ishni Uyg'ur akademiyasining texmo jonliq bir shaklda, texmo ma'nilik va texmo uzun muddatli bir shaklda ilib bora oladiganligiga ishonamiz va buningga har vaqt qo'limizdan kelishicha yar yülek yardımcı bulunuz. Türkiye Yıldız Teknik Üniversitesi okutkucusu Profesör Doktor Süleyman Doğan efendim Uygur okuvchilarga vatan ve millet haqidagi ideyalarning nihoyatda ro'shan bo'lishi kerakligi to'g'risida so'zlaganligini aytdi. Bütün dünyanın göz aldıda nihoyatda ig'ir zulm ishlanyapti. Bazı insanlar yüzlerini G'azaga qartib kelyapti. Lekin Uyg'urlarga qarshi 30-40 yildan beri sistemli qiyin qisloq va irqiy qirg'inchilik davom qilyapti. O'quvchilarning bo'layotgan voqealar to'g'risida o'yg'oq bo'lishini ta'kidladim. Xitoy masalalari mutaxassisi Muhammad To'xta efendim Uyg'ur o'quvchilariga bergan leksiyani mundaq jumlalar bilan yig'inchoqladi. Shu Xitoydagi davlat bexatarlik ahvolini tarixiy nuqtadan yuritib 1840'dan burunqi davr, 1840'dan 1950gacha bo'lgan davr, ondan 1950dan hozirgacha bo'lgan davrni bir aslab o'tgan bo'ldik. Undan keyin shu 2014dan keyingi Xitoyning qattiq bostirish harakati va bu keltirib chiqargan shu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tilga oldik. Egalleşimizce Türkiye Uygur Akademiyası vahbi tarafından Uygur yaşlarından tayanç kuş yetiştiriş maqsadida uyushtirilgan bu faaliyet 2019 yılı başlangan bulup hazırgacha jami 14 qitim elib berilgan. Her sahadan taxminan 30'dan artıq mutaxassis taklif qilingan bu kurslarga 211 nefer Uygur o'quvchi qatnashgan. Uygur Akademiyası vahbi tarafından berilgan ma'lumotlarga qaraganda mazkur tarbiyalash kursi oldimizdagi 2025 yilimi davom qildi ekan.